Bu vasiyat dunyoga mening bir xabarim bo'lsin. Men NATO salbchilariga qarshi turdim. Shafqatsizlikka, xiyonatlarga qarshi turdim. G'arb hujumi va uning mustamlakachilik ambitsiyalariga qarshi turdim. Mening afrikalik birodarlarim va mening haqiqiy arab va boshqa musulmon birodarlarim bilan birga tik turdim. Boshqalar saroy qurayotganda men kamtarin uyda, badaviylar chodirida yashadim va sirtda o'tgan yoshligimni hech qachon unutmadim. Men milliy boyligimizni aqlsiz ravishda isrof qilmadim va islom uchun Quddusni ozod qilgan buyuk musulmon rahbarimiz Salohiddin singari ozgina narsaga qanoat qilar edim. G'arbda ular meni aqldan ozgan, telba deb atashadi, lekin ular haqiqatni bilishadi va baribir yolg'on gapirishda davom etishadi. Ular mamlakatimiz mustaqil va erkin ekanligini, uni mustamlaka changalida emasligini biladilar. Mening qarashlarim, mening yo'lim, mening xalqim uchun aniq va shunday bo'lib qolmoqda. Men ozodligimiz uchun so'nggi nafasimgacha kurashaman. Qodir Alloh bizga sodiq va ozod bo'lishimizga yordam bersin.